Sen putunuz eğer de kayağınıza su katsa, da putunuzga su katkan bolsa kadimgide bilinет da çımırap. Men muna iki putum gece tünde eskene ordular. Bak çıkandan keyin çımırap, bu normal bilindi da. Az Xudo kalasa da bir iki saat şu. Girip çıkıp tamak içip. Yaxşı hava taza. Qirg'iziston jaqdi? Qirg'iziston zo'r. Qirg'izistonga kelib, oldin ham kelganmiz. Choydan-chi. Oldin ham kelganmiz. Issiqko'lga borganmiz. Bakka Qoraqo'yga yozda keldik. Endi yana qishda kelib turibmiz mana hozir. Atmosfera zo'r, gap yo'q. Biz nima buyukmiz sizlarga? Havolar zo'r. Havolar hozir kech payti ancha pasayar ekan, kunduzi zo'r bo'ldi. Bizdan havolar ancha batta past ekan, tog'li hududligi uchun. Havolar ancha past ekan, qorlar zo'r. Bizda havo sal bizga batga nisbatan issiqroq. Havolari zo'r ekan juda. Bizga ma'qul keldi. Biz 2 kun bo'ldi kelganimizga. Kecha bugun dam olyapmiz. Tashqariga chiqyapmiz, o'ynayapmiz, nima bo'lsa kelib ovqatlanyapmiz, chiqib dam olyapmiz. Hozir Qirg'izistonda nimasi zo'r? Ob-havosi zo'r, tabiati chiroyli. Tog'li hudud ko'p, havosi zo'r. O'shancha tez-tez kelamiz.